kim qildi birinchi etapni? Kim qanaqa insight oldi? Shu analizidan. Qanday insight bo'ldimi? Четкий insight, это не insight deydi-ku. Zo'r gapim bor bizda o'sha. Zo'r kes bor bizda. Endi shu savollar tug'iladi. Zo'r degan nima degani? Anaqada, чтобы понимали, у меня на русском там 10 слов, это zo'r bo'lib qoladi-da. Oling, ularni. Словарный запас kichkinada o'zbekcha. Aha. Bratан, shunda chaqirib yuborasizmi? И Субай сейчас еще раз инсайт спросишь, и пускай снимет это мобилограф. Оп, сейчас. Джамиля, мобилограф позови, когда инсайды снимаем, чтобы он снял. Не, позвали, я уже позвал. Василий, olib turing пока. Aha. Yurzakani insaytlari. Oxirgi 13 ta videoni oldim. Yaqinroqdan bor. Bo'yicha taqsim qilingan. Educational 13 ga 13 100%. Ana, faqat ekspertni bo'yicha. Storytelling 0, authority 0. Baronga bo'yicha TOEFL 40%, MOFL 60%, BOFL 0. Ya'ni oxirgi 13 ta videoni faqat ekspertlarga foydali maslahat berganman. Bu yerda hech qanaqa storytelling yo'q yoki qanaqa produktga sotuv gapi yo'q, shunaqa demoqchi. Baronkada o'sha sotuvga olib kiradigan qismi 0 deyapti. Autorlar qiziqadigan yoki isitadigan gaplar beradi deyapmiz. То есть, demak, TOEFLga urishingiz kerak ko'proq. Ya'ni hand zinapoyasi bo'yicha pozitsiya qilganda muammo bor, yechim qidiryapti degani shu ikki zinada 4-zina sizning metodingizni tanlash, 5-zina sizdan sotib olish degan qismi yo'q, ya'ni 5-zinasi yo'q deyapmiz. Super, super, super. Olvoshib doktor aqlli ekan deydi, lekin sizga qaytmaydi yoki hech narsa olmaydi. То есть, ma'lumot oladi, saqlab qo'yadi, bir-birisiga jo'natadi. 4 jo'natishi mumkin, lekin dальше воронка bo'yicha o'tmaydi. Super. Так, kimda qanaqa insight yana? Давайте, Sanjar. Demak, mavjud kartlar analiz qilinganda MOFU yaxshi, ya'ni storytelling bor. Aha. Lifestyle, so'z, sertifikat imzolash, yugurish narsalar aytyapti. Educational yaxshi, TOEFL bor. Bu yerda muammo narsa nima bo'lyapti? BOFL bo'lmayapti. Ya'ni funnel oxiri yo'q deyapti. MOFU yaxshi, TOEFL kichkisi. Super. Qanaqa insight oldingiz? Nafaqat men o'zim uchun, boshqa konkurentlarni ham shundan qilib analiz qilib chiqsam bo'lar ekan. Da. Siz tarafdan topib, o'zimga o'sha narsani offer qilib, kuchaytirsam bo'lar ekan. Super. Shahriyor, Super. Hozir analizni konkurent qilib, o'zingizga bir qo'shsangiz, ularda ishlayotgan narsani o'zingizga olsangiz bo'ladi. YouTube'da ishlayotgan narsani ham o'zimga olsam bo'ladi. Super. Super, super. Jamila, там в сумке у меня ручка есть, если что, можешь дать? Stilda deganingiz nima nazarda turasiz? Так. Sizda qanaqa? Menda hop. Ravkat akaniki. Ravkat akaniki bizning shaxsiy brendimiz masalasi. Сейчас Jasur слушай, чтобы если что обратно давай. Общий aytasiz savolingizni, hammaga foydali savolingizni. MOFU 40. И hammaga javob beraman. Yetishmayotgan ekan. MOFU haddan tashqari ko'p deyapti. 50. Ko'rishim shart emas. MOFU 10. Tushundim. Hop, Savolingizni qaytarasiz. Asosiy bo'layotgan muammo bizni stadiyalar, case stadiyalarni qo'ymayotgan ekanmiz. Ya'ni mijozlarimiz to'g'risidagi ma'lumotlar bizani natijalar qilishyapti-da. Undan keyin TOEFL kamlik qilyapti, ya'ni yangi qamrab olish uchun, yangi mijozlarni jalb qilish uchun yetarlicha huquqlarimiz sayozroq bo'lyapti. Storytelling ham sayoz ekan, ya'ni shaxsiy yo'l. Fakaplar yoki transformatsiya videolari haqida ham gapirib o'tish kerak ekan. Endi sekin-sekin kontentga kiritamiz. Super. Qaranglar, akalar, opalar tushunishingiz uchun bularda отдельный odam bor, kontent uchun javob beradigan. Bularda уровни hammasi qilinyapti. Shunda ham baribir etapga qarab, maqsadga qarab vazifalar o'zgarib turadi content makerga. Endi bular to'sh narxini aytmayman, 2000 dan ko'p content makerga to'laydilar. Bulardan emas, men u ishchi, menda o'qiydi. Bola, o'shaning uchun nima aytmoqchiman? Даже hammasi joy-joyda bo'lsa ham, bular endi главный anaqa sherik, ekspertini o'zi kontrol qilib tursa, shu orqali komandani kontrol qila oladi.
Bu narsani ham baribir bilish muhim. Например, oldin Mahmudjon bu narsani o'zi tahlil qilaman desa, ko'p vaqt ketardi. Endi bu narsani tez qilib, kontrol qilib turadi komandani. Super. Ish osonlashdi ancha. Shuni aytmoqchiman, то что komandan bo'lsa, oddiy odam bo'lsa, hammasi to'langan bo'lsa, ideal bo'ladi degani emas. O'zi shu nuqta har doim bor. Bular hozir mana o'ziga shu narsani qilib aniqlab ketdi. Tak. Kimda yana qanaqa? Mana Shahriyorga bersangiz. Sizda qanaqa insightlar bo'ldi? Endi allanmasak ham deb yo'q. Ha. Hammasini ko'rib oldim. Endi har doim отчет so'rab yurardim, qiynalib. Endi o'zimiz oddiy oson qilib chiqarib olamiz отчетdan, allanmaymiz. O'ziga tushunarli holatda. O'zim, buni chiqardim. Hozir bitta restoranimiznikini qilib ko'rdim. Shu yerda foizani ko'rdim. Mov, bof. Уже ashe boshqacha ishlayotgan ekan, lekin boshqacha deyish bilmayman. Zo'r bo'lyapti, zo'rmasa yaxshidan. Bechora SMMchilar qiynaladi ertaga. Ishlama zo'rmasa kerak. Uchrashuvda ko'zlarim mana bunaqa bo'lib ketardi bu yerda. Oga qayerdan bilib olasiz bu narsalarni? Shu o'rdim отчетdan hammasi. Bizlarga o'rgatinglar demasa bo'ldi. Hozir bir narsa aytib o'ring. Abdulla aka qarang. Endi bu narsani o'zingiz analiz qildingiz. Bar bozorda, mana shu restoranning ichida konkurent bor-ku zo'r. Unikini ham berib, ikkalasini ana qilib ko'rdingiz-da. Hozir Jasur ko'rsatadi u narsani. Ikkalasini solishtirib ko'r. Ularga qaraganda bizga nima yetmayapti deb so'rasangiz, sizga o'sha strategiya ham yozib beradi. Keyin bu orqasidan endi bilmayman, SMMchilarga necha pul to'layapsiz. Borib aytsangiz bo'ladi, mana strategiya mendan sizga. Yo narxni kelishamiz, yoki как бы, короче, vaziyat qanaqa bo'lgan? Biz dizaynerni bir proyektni zamina qildik. Yaxshi qilardi, yomon qilmasdi, lekin AI orqali qilayotgani uchun, ko'p ishni o'zizga olgani uchun narxni pasaytirdik. Chunki boshqa ilojisi yo'q. Siz ham SMMchilar bilan endi shunaqa qilib ko'rsangiz bo'ladi demoqchiman-da. Chunki strategiya sizdan chiqadigan bo'lsa, ularning ishi ham kamayadi demoqchiman. Tak. Sizda? Xullas, temalar, mazmunlari zo'r edi, o'z proyektlarimga qildim. Boshdagi huquqlar faqat sal Qattiqroq gapiring, boshqalar ham eshitsin. Qarang, temalar hammasi zo'r debdi, faqat boshdagi huquq sal zaifroq bo'lgan. O'sha narsani sal to'g'rilash kerak deb, zadachilar o'zi ham berdi, ko'rsatdi, qanaqa qilsang bo'ladi deb tavsiyalar berdi. Oxirisi ushlab qolish uchun, chaqirish uchun, obuna bo'lish uchun yoki sotib olish uchun nimalar qilish kerak? Bo'ldi. Qolgan tarafi zo'r ekan. O'zimcha kerakli zo'r narsani oldim. ADM zavodni tahlil qilyapsizmi yoki? Yo'q, boshqa proyektmi? Bir zavod bo'yicha o'tib ko'ringchi. Zavodga o'tamiz. Balkim Cobaltdan sotib oshar sizdan keyin. Tak, kimda yana qanaqa? Rasvoni ham aytish kerak aka. Nima deyapti? Boshdan beraymi? Qattiqroq o'qib bersangiz boshqalar eshitsin. Eshitdinglar? Umumiy xulosa, asosiy muammo. Siz metodologiya va federal huquq bazasining o'qidingiz, lekin bironta rilsingiz ham o'sha qoidalarga mos kelmayapti. Sizning barcha ssenariylar va klassik ssenariylaringiz bu klassik ekspert studiya gapiradi. Bu format 20-yilda ishlagan, hozir yo'q. Jostko. Ne, endi qarang, bizda o'rgatilgan formatda berganimiz uchun shunaqa deyapti. Moslashtirish uchun. Endi hozir bu yerda eng katta tizimli xatolar sizda tofu yo'q вообще deyapti. Tak, barcha huquqlar expert style deyapti. Gipertrofiya, shok yoki counter stereotip yo'q. Общий ideya yo'q. Anaqa общий tortadigan. Xullas, hikoya, storytell umuman yo'q, dinamik format yo'q. В общем, yo'q. Super. Qarang, sizda endi analiz konkurensiya qilish oson. Konkurentlar juda ham ko'p. Zo'r uchganlarni, prosmotri zo'r bo'layotganlarni yoki ichkaridan bilishingiz mumkin, sotuvlar zo'rlarni olib, tahlil qilib, yana o'zingizniki bilan solishtirib ko'rsangiz, o'tdan strategiya olsangiz bo'ladi, tayyor. Например, там $1 million hovli sразу odam tortadi, oxirida aytsangiz bo'ladi. Agar shunaqa birinchi nastroyka olamoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qilinglar deb. Просто sizga nimadir tavsiya qilish uchun sizni o'zi qilgan ishlaringiz asosida xatolarni bilyapti-da. Xatolarni bilyapti, xatolarni yopish uchun konkurentdan Analiz qilib, yopyapti. Bu agar ishlamadi deb qo'lini tushirib qo'yish emas, naborot ishlamadi, zo'r, zato ko'ryapti nima ishlamayotganligini. Siz haqingizda ham ko'proq ma'lumot bo'lyapti. Tak, hozir gaplar bo'lsin.
Chak. aniq bilardim, lekin yana ham oydinlashtirib beryapti. Qayerda xatolarim bor. Mana metodologiya bo'yicha o'zi 60% ekspertlik bo'lishi kerak, 30% shaxsiy, 10% sotuvga qaratilgan bo'lishi kerak. Menda umuman shaxsiyatan sotuvga qaratilish ham yo'q ekan, faqat ekspertlikka urg'u berganman. Ya'ni abituriyent o'zi doira kelgan ekan, faqat abituriyent haqida gapirib qolganman. Lekin ota-onalar bor, hal qiladigan. Ota-onalari bor va menda mana birinchi keng olish, keng qabul kurs umuman yo'q ekan. Faqat tor doiraga va mana bu huquq zaif, keyin kuchaytirish yo'q, san'at xulosa ham qilmagansan agar Oshgan masala bo'lishi kerak. Oshgan. Shunchaki o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi. O'zi ajrim nikoh keng qabul Qanchalik masalada shirin bo'lsa, to'shinroq bo'lsa, o'shanchalik oshirin bo'ladi. Bu tabiiy 500 ming prosmotr olishi mumkin edi deb. Biz mana biz sizlarga berayotgan masalalarimizni hozir siz o'rganishingiz kerak. Men tushunyapman. Ay, akalar, masalalarni bu bilan o'rganishingiz kerak. qaranglar, bitta odam gapirayotganda mana shu qaraylik, потому что bularning insaydi sizga ham tegishli bo'lishi mumkin-da. Chunki bulardan учебный центр, sizdan учебный центр. Aniq qilmay turinglar. Minglab moddalar deganman, aniq raqamlarda ifodalaryapti. Keyin aniq raqamlar, huquq kuchaytirishni bermaganman. Keyin xulosani deyarli ko'p videolarimda qilmaganman. Call to actionga yo'naltirib yuborganman. Juda katta insightlar oldim bu yoqdan. Qanaqa xatolarim, shaxsiyating umuman ochmagansan, muhim xatolar. Lekin интересный человек. Inson. Masalan, mana shu yerda qilgan zakristiy orqada qolib ketaveradi-da. Shaxsiyatimda juda ko'p yoritish kerak bo'lgan narsa bor. Men umuman deyarli yoritmasdan faqat ekspertlikka urg'u bergan, o'shanda ham tepa barokat, tepa qismiga emas, ustki-lashib ketgan. Aslida yuridik soha juda hamma shu yerda o'tirgan hammani og'rig'i bor qayerdadir. Qarang, sizga bitta potom insight aytaman. Qimmat sotuv, qarang, narxni oshirib, qimmat narsa sotmoqchi bo'lsangiz, faqat bilim uchun odam kelmaydi. Odam inson uchun keladi. Sizda narxingiz aniq, spokойно 5-6 millionga chiqarsa bo'ladi. Lekin 5-6 million bo'lganda bilim uchun emas. Ha, bu Shalol opa, mana bunaqa ekspert, bunaqa narsalarni qilgan deb keladi. Ish uchun ham shu narsani ochish kerak bo'ladi. Lekin hozirgi narxingizda, hozirgi kontent normalniy. Lekin mana o'tgan safar ham Farangiz ham aytdi, ko'pchilik aytdi, siz zo'r ekspertsiz, narxingizni ko'tarsangiz, plyusga ko'proq chiqasizda. Bu uchun insoniyatni ochsangiz, keysani ko'proq ko'rsatsangiz, odam uchun uchun 10 million ham, 15 million, 20 million to'lashga tayyor. Tем более siz sohangizda bolam prokuror bo'ladi desa, ishoniy 200 millionlab, 300 millionlab to'lashga tayyor, garantiya beradigan bo'lsangiz. Faytdan bu tomonlama qo'rqmang demoqchiman-da. Ozgina shaxsiyatim ochilgandir deb o'ylovdim. Men unchalik yoqtirmayman-da, ochib tashlashman. Bloger yurgan yo'ligacha ko'rsatadi-ku, lekin umuman nol beryapti. Muhim xato shaxsiyat ochilmagan. Mana shu kurslar o'qiyotgan, Davlat Turdiev kurslarida o'qiyman, Asros Iskandarovda birortasi ochilmaydi, orqa qatorga qolib ketaveradi. Umuman ko'rsatilmaydi. Rivojlanayotganingizni ko'rish bu normalniy. Umuman ko'rsatiladi, prosta qotib qolgan-da. Super. Qarang, shaxsiyat ham faqat anaqa emas, hayotimni nima yedim ko'rsatish emas. Как бы nima bilan shug'ullanyapsiz, qat'iy qilyapsiz, fikrlaringiz, определенный мнениеңiz, sport bilan shug'ullanishingizni ham aytishingiz mumkin. Ha? Всё. Sizda bormi? Urush beryapti. Qilib berdimi? Eshitinglar deyapti. Ha, хорошо. Всё, endi keyingi etapga o'tamiz. Turur. Hali bu boshlanishi, hozir Yusufbay bergan fayllar gruppada. Ha, yasaymiz hozir. Da. Shunda mashina tushuntirib yuboringlar, cloudda yaxshi tushunishmagan bor. Вот, давай. Mana shu 3 ta faylni qo'yish kerakmi? Qaranglar, bitta diqqat qilib yuboringlar hamma. Ты этот потом скинул вот этот файл свой последний, 3 фильтра. Ha, Или не нужно? 2 minut diqqatda olib ber menga. Yusufbay. Bo'ldi. Tak, bu yoqqa qaraymiz. Mana qaranglar. То есть cloudda ishlashni o'rgangansizlar, ya'ni bitta detal ko'pchilik tushunmayapti. Instruksiya tushundinglar nimaligini. Eng cloudga yozayotganingizda asosiy nazarini, javobini qayerdan oladi deb aytsanglar, mana bittan oladi. Kallasi mana shu instruktaj. Fayl esa bu yordamchi vosita. Instruksiyada yetmagan narsani fayldan oladi. Lekin agar biz buni bo'ldi, bunga tegmaymiz biz. Bo'ldi, bir marta qo'yamiz, bo'ldi. Turadi. Transkripsiyani biz уже faylga joylaymiz.
То есть transkripsiya bu 3-pog'ona. Misol uchun mana hozirlarda transkripsiya deganda 3 ta Instagramni anonsini qo'yib olsalarda, agar buni faylga 3 ta Instagramni transkripsiyalarni qo'yadigan bo'lsangiz, 4-chi mana sahifani analiz qilmoqchisiz. 4-chi sahifani analiz qilayotganda mana bu 3 taga qarab qiladi-da. Bu kerak emas sizga. Shuning uchun biz aralashib ketmaslik uchun bu miyaga tiqmaymiz-da, mana faylga отдельно qo'shib ketamiz. Har bitta chatimiz har xil sahifa bo'yicha ishlab ketaveradi. То есть har xil chatga biz transkripsiyalarni qo'yib ketaveramiz. O'shanda aralashib ketmaydi. Uni bermadik. Bu bermadik. Buni bu emas. Muhimlarni keyin tashab qo'yamiz, qo'shib ketaverasizlar. Ya ba'zi 500 viral hooks shuni yuklanglar bo'ldi. Skillsni hozir aytaman. Paka qilmasangizlar bo'ladi. Nicho qo'shilaversin. Yomon emas. Tak, keyingi etapga o'tamiz. Qaranglar. Bu narsani xulosa qilib qo'yaylik. Mana sizlar hozir bitta akkaunt tahlil qildingizlar. Agar konkurentning akkauntini olib tahlil qilib yuborsangizlar, sizlarda уже ishlagan narsalar bor, sizlar xato qilayotgan narsalaringiz bor. Shularni birlashtirsangizlar, уже yaxshi narsa chiqarib bera oladi. Lekin degan joyi bor. Da. Nima chiqazmoqchimiz? Asosiy maqsad biz videoga tayyorgarlik qilyapmiz. Har mo'zi aytgandek, ssenariy chiqazyapmiz. Bu ssenariyni chiqazish uchun birinchi pog'onani hozir o'tib bo'ldik. Bu o'zimizni sahifamizni yuklayapmiz. Biz haqimizda qanaqa videolar olayotganimiz haqida ma'lumot olib berish uchun xatolar aniq. Endi kimga biz intilyapmiz? Qaysi kimning sahifasidagi siz yurg'izmoqchisiz? Nimasi yoqyapti? Konkurentingiz bo'lsin yoki boshqa bo'lsin, uni ham berishimiz kerak. Uni berganimizdan keyin biz o'sha mana bu narsani yopamiz. То есть mana bu dumaloqni yopamiz. Bizani qo'limizda уже sekin tayyor ssenariylar paydo bo'lishni boshlaydi. Iman Invest misolida aytadigan bo'lsak, men bunga bergan narsam, mana birinchi chatim bu Imanni 50 ta reelsi, o'zimni 50 ta reelsim. Men bilan Imanni mavzusi bitta bo'lgani uchun men bunga berayotgan narsam, mana menda 50 ta video bor. Yaxshi kirganlarni, mavzu odamlarga yaxshi kirdi degani, yaxshi prosmotr oldi degani ko'pincha har doim emas, ko'pincha nima degani? Bu auditoriyangizga sizning mavzuyingiz qiziq degani. Значит, biz konkurentimizdan kopировать qilish niyatida olmayapmiz. Qaysi mavzu yaxshi kiryapti degan ma'noda olamiz. Уже biz velosiped yaratmaymiz-da, уже aylanib turgan velosipedga o'tirib olamiz, tushunasizlarmi? O'shanda sizni bozor sразу tanishni boshlaydi. Tushunarli, hammasi. Shunaqa qilib mana aytdim, 3 ta narsa berdim. Bu o'zimniki, Imanning Instagrami, o'zimning Instagramim, подписчик prosmotrlarning soni ichida bor. Bu yerda распаковка degan narsa ham bor. Bu уже ikkinchi dumaloq ketyapti. Распаковка degani bu 20 ta, 50 ta savol. Har bittamiz Instagram yurg'izmoqchi bo'lsak, shu savollarga javob berishimiz kerak. Ular kerak bo'lsa keyin tashab beramiz. Bu savollarni tashab beramiz sizlarga. O'tirib, sekin men ham bitta joyga qo'yib javob berib chiqishinglar kerak. Audioga, keyin notebookingizga tiqib распаковка qilib olasizlar. Yoki anaqa oddiy narsa tushuntiraman. Например, hozir bugun qilmoqchi bo'lsangizlar, просто olasizlar-da, o'zingiz haqingizda aytib berasizlar. Nima bilan shug'ullanasizlar, hayot qanaqa o'tadi, produktingiz qanaqa, to'lig'ini aytib bersangizlar ham o'zi ichidan chiqarib oladi-da kerak narsalarni. Просто savol javob bo'lsa, muhimroq, yaxshi savollar berilgan, shu savollarga просто javob berib ketasizlar. Chuqurroq bo'ladi bo'lsa. Imanda men nimaga uni narsani qilmadim? Nima deb o'ylaysizlar? Savol berib o'tirmadim ularga. Asoschisiga, komandasiga. Tayyor, to'g'ri. Chunki ular YouTube'da 500 ta videosi bor. Notebookimga kirdim, bitta knopka orqali 500 ta videosini tashlab yubordimda, ya'ni bermoqchi bo'lgan savollarimni chatga berdim notebookimga. Mana shu savollarga javob berib chiqdim. Покажи, как это дело. Покажи. Instagramni shunaqa qilsa Ne класс, брат. Tushundinglar? То есть menga ular kerak emas, nafik.
Husan akada ham shunaqa qilmoqchi. Husan akada ham shunaqa bor, ularda ham video bor. Yetmagan javoblarni o'zlariga borib savol berdim. Ko'rsataymi buni yo'q ko'rsatay, a? Biz как пример. Так, mana Imanum app, отдельный chat. Mana bu yerda videolar ko'ryapsizlar. Bitta tugma orqali tushirish o'rgandinglarmi, o'rganmadinglarmi? Bitta tugma orqali tushirdim и mana bu yerda сразу chatda o'zida adashmasam, yo'q, bu yerda chatda emas, bu yerda emas, istochniklarda emas, chatda berganman savolni. Savolni berdim, oppa chiqazdi menga, mana bu, mana. O, mana. Mana shu pamma adashmasam. Bo'ldi, buni kopировать qilaman. Unda kiraman-da. Cloudga tashlayman. Shunaqa tashadim men. Mana bu narsa shu narsa. Tushundinglar? Bo'ldi, ikkinchi dumaloq yopildi, raspakovka. Agar sizda 500 ta videoingiz bo'lmasa, значит savollarga javob berib chiqasiz, xuddi shunaqa notebooklarga tashlaysiz. Dumaloqchamizni ikkitasi bo'ldi, zo'r. Mana bu qildik, mana buni ham qildik. Ya'ni mana buni ham qilsak bo'ldi, bizning ssenariyni hozir cloud bitta tugma orqali bizga chiqazib beraveradi, biz buni video orqali chiqazib tashlayveramiz. Menda shu narsani qildim. Konkurent videolarini analiz qildim. Necha millionligini ko'ryapsizlar. Mana prosmotrlar, qaysi mavzular, qanaqa formula, nimaga bu 3-4 million yig'gan. Bu narsada bo'ldi, bitta tugma orqali menga nima qildi? Mana bu narsani mana bu yangi ssenariy qilib bo'lib berdi. Mani videom asosida yangi Imanni videosi tayyor. То есть, qaranglar, Jasur bu yerda как konkurent, chunki Jasur o'zida уже bir nechta reelslarni sinagan, mavzu bitta. O'zini reelslarni berdi. Birinchi etapda o'zi imkon qadar sizlar yangi narsa yaratmasliklaringiz kerak. Boshqalarda ishlagan narsalarni copy paste qilib o'zlaringizga moslashtiraringiz kerak. Bir xil odamlar aytadi, misol uchun hozir podkastda vaqtinglar bor, sizlarga deadline bo'ladi, bir 2 oy, 3 oycha vaqtinglar bo'lsa kerak. Hozir Instagram juda ham qat'iy bunga qarashni boshladi, kopiyaga juda ham anu qaraydi. Daslovniy kopiya qilsangiz bo'ldi, rekomendatsiya chiqmay qolasiz. Hozircha vaqtinglar bor, endi boshlab olguncha 0 agar bo'lsanglar, 0 подписчик bo'lsa, trenirovka sifatida mana bunaqa narsa sizlarni shaxsiy brendinglarni olib borishga mamnaqa zo'r undaydigan narsa bu so'zma-so'z kopировать qilish konkurentingizdan. So'zma-so'z kopировать qilish. Kerak bo'lsa. Sun'iy intellekt bilan so'zma-so'z emas, ozgina переделка ham qilib beraveradi. Nimaga bu narsa kerak? Sizlar trenirovka sifatida katta prosmotrlarni mazasini sezishingiz uchun. Sekin уже обучение boshlanadi. Oppa, men prosmotr yig'di, motivatsiyangiz oshadi, keyingi videoni qilishga. Keyingi video, 10-videodan keyin kopировать qilgingiz kelmaydi, o'zingizdan qilgingiz keladi. O'zingiz raspakovkangizni berasiz, o'zingiz kazdovingizni qilasiz, sekin o'zingizni topishni boshlaysiz. Bu qisqacha 0 da hali rivojlantirmaganligi. Можно этот misol sifatida мой аккаунт открой-ка, то что вот был американский этот Instagram покажи. Вот qaranglar, mana shu Reels o'zi mana konkurentni biz O'zbekistondagini aytmayapmiz faqat. Biz butun dunyo. Mana oldin mana Isayev bilan Reels ko'rsatdik-ku. U Reelsni bizlar formatini shunaqa, to есть biz qaradik, o'zi Asror nima chiqardi, boshqa bloglarni tahlil qilishni chiqardi. Endi biz o'yladik, xo'p, tahlil qilish zo'r kiryapti, maqsadli auditoriyani topyapti, lekin biz birga bir ko'chira olmaymiz, chunki qilingan. Davay uni yangi formatda chiqaramiz deb izlandik. Amerikadagi Instagramchilarni ko'rdik va unikal format topdik. O'tda qanaqa o'tirib, tipi ishlagan joylarni aytib beryapti. O'zbekistonda hali hech kim qilmagandi uni. Bittada chiqardik. Men bitta narsa aytaman sizga. Shaxsiy brend bo'yicha klient tortish agentstvoga biz target ham yoqib ko'rdik Usmon bilan, lead magnetlarni ham ko'rdik. Bir 500 ming, 600 dollar ketkizdik. Klient kelmadi целевой. Lekin bitta reels chiqardik Isayev bilan. Perilidoz bo'lib ketdi, klientlar keldi, tadbirkorlar keldi, bizga kerakli maqsadli auditoriya keldi. Bu formatni konkurentlarni tahlil qilib topdik. Birga bir chopganimiz yo'q, shunga o'xshaydigan video topdik. Mana konkurent bor edi. Curiosity hook. Whether other people see color the same way as you. Idea seeing color huge tab. According to current science
scientific understanding. Leverages research for credibility, so you listen. The percent chance that anyone else sees color the same way as you is essentially. То есть bu format. Bu yerda bizni moslashtirdik. Alisher Isayev bo'ldi, Yusufbay bo'ldi, o'zini tajribasidan kelgan holda qo'shimchalar bo'ldi. Nimaga mana bu video 13.4 million yig'di. To'xtatib qisqacha tushuntirib ketyapti. Yoki например, bu misolda mana Karbonada bor. Qandaydir qo'yningni oladi, 10 millionlik chiqdi, o'zi qisqacha gapirib berdi. Nega bu bunchalik turadi? Tipo o'ziga sirli auditoriyani topadi yoki Abdulloh aka kameralar haqida gapirmoqchi bo'lsa, tam qandaydir vaziyatni olasizda, tahlil qilib bersangiz ham shunaqa format o'xshab ketishi mumkin. Bizga nima berdi? Biz yaratmadik, tayyor formatni oldik. Конечно, AI bilan to'g'ri mana bu tahlillarni qilib chiqdik-da. Isayevda necha prosmotr oldi bu to'yga? 300 ming. 300 ming prosmotr yig'di. Tushunishingiz uchun просто hozir bitta narsani tushuninglar. Isayevning videosini ham tahlilini biz o'zimiz qilmadik. Geminiga berdik. Bizani algoritm bo'yicha tahlil qilib berdik. Tekstni bizga tortib berdi. Bu yog'iga syomkaga men tushmadim. Mana bunaqa format dedilar bolalar. Bir marta syomka qilib berdim. Bo'ldi. Bolalar endi shu formatni hamma joyda ishlatyapti. Bu yerda dostуп yo'q, ha? Nimaga? Mana Diyora Usmonova bilan, например, video necha prosmotr chiqqandi? 86 ming bu yerda, Trialsda 600 ming. Например, mana Diyora Usmonova bilan ham video qildik shunaqa. Bitta kurslar bo'lib qo'yibsizmi? Mana 10 ming so'm bersangiz, men olib beraman. Bormi? Yo'q. Kontrastli lyuks elementlari odamlar o'zi bilmagan holda oddiy narsalarni qimmat ko'rinishda tomosha qilishni yaxshi ko'radi. Вроде бы oddiy hamma yaxshi ko'radigan kod, lekin qimmat obstanovkada. Bu shablonlarni buzib odamlarning miyasida reaksiya beradigan narsa. Qanday yoshlarsiz yumshoqlashni yumshoqlar. Nima? Siz bo'ladi. Amayli. То есть sizni sohangizda xuddi shunaqa, misol uchun bu yerda Diyora Usmonovani Latipov mashhurligi bilan biz foydalanamizda. Sizni sohangizda ham shunaqa mashhurlar bor. Sizni sohangiz atrofida ham mashhurlar bor. Sizni sohangiz bilan foydalanayotgan odamlar, misol uchun. Yuridiический uslugalar sotyaptilar. Aytaylik, qaysidir mashhur odam chiqyaptilar-da, yuridiический mahsulotlar bilan qattiq iminni noto'g'ri foydalanganlarini tahlil qilib beryaptilar. Asli mana formatda asli misol uchun-da. Format degani bu qaysi ko'rinishda auditoriyaga ma'lumot yetkazishingiz degani. Har bitta yo'nalishingizda, любой yo'nalishda уже sinalgan formatlar bor. O'sha formatga просто o'zingizni qo'yasiz, o'zingiz распаковканgizni qo'yasiz, o'zingiz auditoriyangizga kazdavini qo'yasiz, hamma o'zingiz ma'lumotingizni qo'yasiz, sinalgan formatda millionli prosmotrlar yig'ishni boshlaysiz. Masalan, mana Sardor akada, Bobur akada недвижимость. Qurilishda nima bor? Uyni ko'rsatadi, zo'r uchib ketadi. Boylikni chunki odamlar yaxshi ko'rgani uchun-da. To есть har bir anaqada o'zinikini topib qilib ketishi mumkin. Menda hozir bitta g'oya keldi. Shalol opaga Shirokey Reels nima qilsa bo'ladi? Real sanjikni nega o'stirdilar? Yuridik tomondan tahlil qilib bersa, yomon uchadi-da video. Shirokey, lekin oxirida tushuntiradi. Agar advokat bo'lib nima qilmoqchi bo'lsangiz, bunaqa deb o'ziniga sotib ketishi mumkin-da. Bular uchun unaqa temalar har hafta chiqadi, tiqilib yotibdi. Bitta Gonzo prokuror bilan sherikchilik qilib qo'ysang bo'ladi-da, Shalol opa. Gonzo o'zi ideya topadi, bularga auditoriya o'tkazib beradi-da. Endi ozgina heytga ham tayyor bo'lishingiz kerak bo'ladi bu yerda. Просто ideya keldi, shuni aytib keting dedim-da. Heytga вообще tayyor bo'lishingiz kerak, chunki men siz agar sahifangiz upakovanный bo'ladigan bo'lsa, heyterlar, yomon odamlar siz agar yaxshi odam bo'lsangiz, sizga obuna bo'lmaydi. Ya'ni ko'pincha sizdagi odam, agar o'zingiz heyter bo'lsangiz, o'zingizdagi odam keladi. Agar normalniy odam bo'lsangiz, normalniy odamlar keladi. Chunki upakovanный akkauntingizni ko'rib chiqadi baribir, qachondir ko'rib chiqadi. Shuning uchun yorqin, qulog'iga tashlanadigan mavzularni olib chiqishdan jay unchalik qo'rqish kerak emas. Joyda bitta narsa aytmoqchi edim, mana yuridik sohada har hafta emas, har kun yangi nimalar bor deb qo'shqotirlik, kimdan Da. Zapravkadagi har kun bitta ajrashish, bir urgan, ijtimoiy tarmoq rasmlarni tarqatib hammamiz ko'ramiz o'shalarni. Va hozir yuridik sohada aholi katta yuristlar bor, 400, 500 million auditoriya, 400-500 ming auditoriyasi yoki 1 million auditoriyasi bor yuristlarni hammasiga xudo e'tibor bersangiz, mana shu sizlar aytgandek, mana hozir vorontar ko'rsatsangiz, tepadagi katta anaqa o'sha orqali jalb etyapti. Oddiy mana yuristlar, shu qo'shqotirlik nima bo'ladi? Hozir 4 million anaqa yiqqan o'g'il bolalar ham nimadir ko'chadagi qizlarga yurish, bu qanaqa nimani keltirib chiqadi yoki nimadir
Sport. Kritika qilinadigan mavzular qanday auditoriya Shunaqa? Men masalan har kun mana shu videoni chiqarsam, zo'r auditoriya oqib kelishini bilaman, bilim jihatdan ham. O'zim qadriyatimni saqlagim keladi. Nima deydi? Shara-bara mavzularga ham aralashib auditoriyaga olgim kelmaydi. Ular mana shu orqali zo'r auditoriyaga olganda, ya'ni nima deydi? Hammani qiziqtiradigan Da. mavzular orqali bitta gapirib chiqadi. Yuristiga ham qarasangiz chiqadi. Men Muzaffar yoki lekin bilim jihatdan man taniyman-da ularni. Taniyman, lekin keng muhokama qilish mumkin bo'lgan mavzu orqali video chiqadi, zo'r auditoriyaga oladi. Nima demoqchisiz? Qanaqa insightga keldingiz? Xo'p, nima qilasizsiz? Jihatdan aralashib qadriyatim yo'qotib qo'ygan. Qarang, 1 minutli videoda qadriyatingizni ko'rsata olmaysiz-da baribir. 1 minutli videoda qadriyatingizni ko'rsata olmaysiz. Qadriyatingizni ko'rsatish uchun odam siz bilan bir reels bo'ladigan bo'lsa, kamida bir 150-200 ta kasanga bo'lishi kerak-da siz bilan. Shuning uchun shu kasangalarni ko'paytirish haqida ko'proq o'ylashingiz kerak. Yoki Instagram orqali yoki YouTube yoki kelasi orqali. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, Endi unikal format. Da, men aytmoqchi bo'lgan narsam, hozir fikrimni yetkazib olay oxirigacha. Men aytmoqchi bo'lgan narsam 70-20-10 yoki 60-30-10 proporsiyasi bekorga emas-da. Ular faqat shunaqa qilayotgan bo'lsa, ularning xatosi. Siz ularning xatosidan o'rganishingiz kerak, o'xshayotgan narsasidan undan ham o'rganishingiz kerak. Siz faqat chiqmaysiz, u 80% tofuga urmaysiz siz. Siz 60% kontentingizni 10 tadan 6 tasini shunaqa chiqarishingiz kerak. Qolgan 4 tasi уже siz ochib beradigan kontentlar bo'ladi. Mana shu yerda bor, nimadir o'sha ko'chadagi mavzuga aralashib video chiqarsam bilaman, zo'r uchadi. Chunki chiqarib ko'rganman, 3 million, 4 million prosmotr bo'lgan. Turibdi shaxsan. Chatlar bo'lib ketadi, shtoki sразу hayqamanda qadriyatim yo'qotib qo'yamiz. Ya'ni bitta shunaqa video chiqarsam deyman. Oddiygina ajrashish mavzusida qaynanalar so'raydi-yu, men qilgan anaqamni qaytargan, qali pulimni qaytargan, to'yga qilgan xarajatlarimni qaytargan. Oddiy shu narsani qilganda 2,5 million prosmotr bo'ldi. To'yda yaxshida ham 2,5 million prosmotr bo'ldi. Uyga bostirib kirish. Ya'ni siz uy joyingizga hech kim kirishi mumkin emas. Voy, tunoq, erkaklar osmon. Hop, nimadan qo'rqdingiz? Hop, nima yoqmadi sizga? Yoqmagan narsa. Yo'qotib qo'yaman, men hozir to'g'ri kelgan narsaga burnimni siqib qo'ysam, auditoriya aralashmaydi. Men qo'rqdim-da, videosida chekildi. Faqat abituriyentlar, institutlar deydi. Bosing. Qo'shilmay unaqa narsalarga bo'ldi. Men to'g'ri sport qilyapman. Dash temaga o'taylik deb. Xuddi shunaqa mana shu to'playman. 2 dona shu aralashib qo'ysam, uchib ketadi. Daycha edi. Sayt bo'lib ketdi. Itoq qilib qo'yaylik. Shodla opa, mana shu strukturada qilib ko'ring. Keyin gaplashamiz dash, qarasha. Tayyor anu bor. Ssenariylar qo'limizda bor. Уже raqobatchilarda ishlayotgan, bizga adaptirovanный tayyor ssenariylar bor. Natijada konveyerimizda 5 ta kam tayyor reelslar. Nimaga 5 ta kam? Nima deb o'ylaysizlar? 80%. To'g'ri olish kerak, yana. Tekst tabiiy bo'lmadimi? Tekst tabiiy bo'lmasligi mumkin, to'g'ri. Uni baribir o'zingiz qo'shilasiz boshida, keyin o'zi avtomatizatsiya qilasiz. Ssenariy tayyor, nima qilyapti endi sizda? Tak, qaytamiz bu yoqqa, akalar, opalar, keyin. Videoga tush. Вот именно mana 5 ta kam, nimaga 5 ta kam? Oldin u 15 ta kam, 20 ta kam bo'lardi, chunki qiyin edi videoga tush. Endi 5 ta kamga aylandi. Bizda tayyor qilgan degan anu qo'limizda bor. Harmoziya aytganidek 5 kun biz ssenariy qilamiz, 2 kun uni полный syomka qilamiz. 2 kunda sizda уже 2 kun emas, u hatto 1 kunda sizda уже qo'lingizda 40 ta 50 ta kontentni единица. Qaranglar, hozir men bu yerda просто aytib keting. Men 5 ta kamgacha men bu narsani sizlar uyda o'zlaringiz yig'ib, savollar bo'lsa berib, kamida 10 ta reels uchun ssenariy qilib kelishlaringiz kerak bo'ladi. Buni prezentatsiyasini tashlab beraman sizga. 10 ta ssenariy tayyor. Qaranglar, hook, body, tagi, call to actionlar bor-ku. Yoqmasa aytasizlar, menga to'g'rilab ber, men bu yoqmayapti deb to'lig'ona ishlab, anaqa emas, qo'lni uchida qilib emas ishni. Bizda misol uchun u vторостепенный-da u. Даже u narsa ham второстепенный. Mana hook, bodylar bor, u ishlaydigan narsa-da. Biz mana bu narsa nimaligini bilishimiz kerak, chunki hamma bilmayapti до конца nimaligini. Mana shu narsani точный qilib olishimiz kerak, maksimalni qo'limizdan kelgancha. Gemini bilan o'tiribmi, Cloud bilan o'tiribmi, tushunib olishimiz kerak. Chunki men buni bilishim uchun, misol uchun 2-3 yil vaqtim ketganda.
tam prodyuserlar menga o'rgatgan, o'zim tajribamdan o'rganganman. Bu narsani hozir bittada tushunib olishinglar bu emas. U tushunmaysizlar buni, точно. No, примерно harakat qildik yetkazishga. Shuni endi moslashtirsanglar, o'shanda mana bu narsa sizlarga maksimalni yoqadigan bo'lib chiqadi. Qadriyatinglarga ham to'g'ri keladi. O'zingizlarga izmenyat qilmasdan, qarshi ketmasdan ssenariy chiqishni boshlaydi. O'zi qanaqa qilib hook ishlatish, boshqa call to action qanaqa qilish u texnik tomonlama, uni o'zi zo'r cloudda o'ziga biz instruksiya berib qo'yamiz, uni sizlarning o'rningizga qilib beradi. Tajribada o'rganasizlar, nima sizda ishlayapti, nima ishlamayapti. Vazifani bajarayotganda nima proyektlar ishlatish shularni tashlab qo'ying. Da, men o'z konspekt qilib beraman отдельный, bugun kechgacha xudo xolasa. Etapma-etap nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak, qaysi savollarga javob berish kerak, bitta proyekt yaratib beraman sizga. Polностью chiqarib yordam beradigan. Tak. Endi avatar haqida hozir gapirib beramiz. Heygenda qanaqa qilib avatar yaratiladi? Tak. Heygenga kirsak. Qaranglar, hozir biz sizlarga Heygenni ko'rsatamiz, lekin tayyor turinglar. Biz ko'rsatgan narsa bir haftadan keyin boshqacha bo'lishi mumkin. Qaysi tomonlama? Tagi bir xil, lekin anaqa front-end o'zgarishi mumkin. Knopkalar o'zgarishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Chunki Heygen har hafta knopkalarni o'zgartiradi, bir narsani boshqa joyga ko'chiradi. Anaqa. Siz shu tagidagi mohiyatini tushunsangiz-da, qolgan narsani qilasiz spokойно. Uchisi bu narsani yordamchilarga yoki aka-ukalarga yaxshiroq, misol uchun vaqti ko'proq odamlarga tushuntirib qo'ysanglar, sizlarning o'rningizga qilib bersin bu narsani. O'shanda приятныйroq bo'ladi jarayon. Where you record doesn't matter. What you're wearing doesn't matter. Welcome to Avatar 5. Record once and create yourself anywhere. Like presenting the biggest pitch. Hosting your podcast from the... Tak, hozir Aziz Pidlichkidaymi? Hozir Heygen yo'q, kirib o'tirmaylar. Keyin instruksiyasini beraman sizga. Hozir просто ko'ringlar, nima qanaqa qilinishini. Sizlarda uyga vazifa bo'ladi. Avatar o'zlaringizga yaratish bitta. Qaranglar, o'zi botga bizlar qanaqa ishimiz? Bu yerga biz tayyor video joylaymiz. Oldin mana shu to'g'ri o'tirgan joyingizda 2 minut kamida video yozib olish kerak. Video yozayotganda juda ham muhim. Qo'llaringiz og'iz tomonga o'tib ketmasligi kerak. Va o'rtaga o'tirib gapiring hozir. Qaranglar, avatarga video yozayotganda muhim joylar bor. Sizga отдельно keyin instruksiyani tashlab beraman. Gapirayotganda qo'l tepaga o'tib ketmasligi kerak. Chunki biz mana Husan aka yozayotganda ular har doim mana gapirar ekanda. Nimaga qo'l o'tib ketmasligi kerak? Heygen sizlarni qo'l bilan labni harakatlantirib beradi. Qo'l bu yoqqa o'tib ketsa, lablarni harakatlantirgani bog'lanmay qoladi, xato chiqadi. Shuning uchun qo'l mana bu yerga o'tmasligi kerak. Gapirayotganda ham hayotdagidek gapirishingiz kerak. Oldin, например, Heygenda men nima qilardim? Hammaga assalomu alaykum va anaqa deb anaqa ko'p движение qilardim. Nimaga? Chunki u движение tushunmasdi. Lekin hozir mana hayotda qanaqa bo'lsangiz-da, shunaqa o'tirib gapirib berishingiz kerak. То есть sizga vazifa qiyin bo'lmaydi. 2 minut kamida kameraga qarab, любой narsani aytib berishingiz kerak. Единственный narsa u og'izni odatdagidan ko'proq kattaroq ishingiz kerak. Da. Kattaroq ochib gapirib, uyalmasdan gapirishni xuddi o'zi yaxshi qilib beradi. Odatda qanaqa bo'ladi men tajribamdan? Birinchi 2 3 yo'q. Birinchi 3 marta yozayotganlaringizda ochilmaysizlar. Keyin 4-5 martada ochilasizda to'xtata olmay qolasiz o'zlaringizni. Aytishingiz mumkin, Yusufba 2 minut nimani gapiraman debdi. Prosta hayotingizda bo'lgan voqeani qandaydir yoki bizga Husan aka zo'r misol berdi. 1 2 3 4 5 da bir 100 gacha sanasangiz bo'ladi. No iloji boricha Heygen nimani oladi? Prosta harakatlaringizni, gapirish anaqaysini. No ovozni ham oladi, chunki shuni ovozning asosida sizga keyin yaratib beradi. Emotsiyada. 6 7 8 balandroq, pastroq gapirishingiz. Emotsiyalar bo'lganada. Da. Misol uchun agar hikoyani aytib bersangiz, ana yuzlaringiz o'zgaradi, mimikalaringiz. Sonni aytsangiz o'zgarmasligi mumkin. O'sha narsani eslab qoladi. U mimikalarni eslab qoladi. Keyin oзвучка qilib berib maraz desangiz, misol uchun yuzingizni aniq qilib beradi. Обычно нормальный holatda. То есть
har xil emotsiyalarni yutashingiz kerak. Keyin hayotda qanaqa bo'lsangiz shunaqa chiqaradi. Hayotda искусственный bo'lsangiz искусственный chiqaradi. Shuning uchun AI ekan bu deb demanglar. Chunki shunaqa odamlar bor, monotonni gapiradi-da. Ha, zerkalo. Как zerkalo sizlarni qaytarib beradi, qaranglar. Keyin qo'l harakatlari ham. Tak, bu yo'g'i. Birma-bir, просто sizlar gapirayotgan narsa ham muhim bo'lishi mumkin. Yoki Jasurga aytsangiz, boshqalar ham eshitadi. O'rtaga tashlasanglar savolni. Da. Jasurga aytsangiz, общий anaqa qilamiz, chunki montajingni mumkinmi deyaptilar. Montajning mumkin emas. Montajning videolarni yuklash mumkinmi deyaptilar. Montajning mumkin emas. Bitta o'tirib gapirib bersangiz. qarang, qilsa bo'ladi. Ekspertiz bilan anaqa vaqt bo'lmasa, no yaxshi chiqmasligi mumkin, ehtimoli. Qaranglar. Желательно mana kamida 2 minutlik video загрузка qilish kerak. Iloji boricha yoki 2K yoki 4K da olish kerak. Endi 4K ni загрузка qilish uchun $100 akkaunt olish kerak. Sizlarga $40 eng arzoni? $30. $30 akkaunt normalniy bo'ladi. 1K da olasizlar, iPhone ga spokойный olsangiz bo'ladi. Sizlarga hozir eng birinchi vazifa harakat qilib ko'rish, idealni olish emas. Просто tushunib olasizlar, zo'rligini keyin zo'r qilib tushirasizlar. Chunki mana stranichkani mana endi boshlayotganlar ko'p ko'ryapman-da. Mana shu videoga tushish bu katta sizni to'xtatib turgan narsa bo'lishi mumkin-da. Shu narsa imенно yordamga yaxshigina kelyapti. Просто trenirovkada просто 5 minut video olayotganingizda emotsiyalarni maksimalini bering. Yoningizga ayolingizni qo'yib qo'yasizmi, boshqa odamni qo'yib qo'yasizmi, emotsiya ko'rinsin. Keyin o'sha emotsiyasiz просто ssenariy bilan ishlashingiz qoladi. $30 podpiskasiga masalan xohlagancha videosi bo'ladimi? Anaqasi bormi? Limiti bor. 30 qaranglar. O'zi qiyga nima deb aytadi? Limit yo'q deydi. Limit yo'q nimaga? Tez qilib berishga. Birinchi 30 ta videoni tez qilib beradi. Tez degani 5 minut 10 minut ichida qilib beradi. 30 ta videodan buyog'iga 1 kunda, 2 kunda, 3 kunda qilishni boshlaydi. To есть shunaqa limiti bor. $100 100 ta video beradi qilishga. Tez qilib beradi. Oylik podpiskasi bor. Bir kundan bir oydan. Yo'q, 1 oylik объем. 1 oylik объем. Qaranglar, harakatlarni ham qanaqa qilish kerak? Videoni olayotganda avatar birinchi, например, 1 minutlik video audio загрузка qildingizmi? Boshni oladi. To есть 2 minutning ichida sizlar oxirida zo'r gapirgan bo'lsangiz, shuni boshiga qo'yib qo'yish kerak iloji boricha. Endi bu ozgina anaqa detail narsalarni aytyapman. Olayotganda, например, sizlarda boshida hook zo'r bo'lishi kerak-ku. Agar boshida monotonni gapirgan bo'lsangiz, boshdan olinglar. Birinchi 15 sekund желательно emotsiya bilan, harakatlar bilan gapirib beringlar. Keyin o'rtarog'ida qo'lni ko'p ishlatmanglar. Chunki qo'lni ham ko'p ishlatsangiz, menda boshida shunaqa edi. Videolarimni ko'rsangiz, anaqa. Yo'q, anaqa robot bo'lib ketganda, iloji boricha gapirdingizmi, ma'noli bo'ldi, ushlab turinglar. Yoki stolda o'tiribmi, mana o'tiringlar. Chunki AIlik qo'ldan bilinadi-da. Videoni sifati qanaqa bo'lishiga studiyaga borib olishimiz shartmi? Yo'q, hozir sizlar просто qaranglar. Правильный svetda iPhone qo'yasiz oldlaringizga bo'ldi. Hech qanaqa zamorочка boshqa qilish kerak emas. Правильный bo'lishi qanaqa? Hozir просто avatarni ishlatib ko'rishingiz kerak, bez zamorочек. Например, sizning holatingizda zamorочка qilaman desangiz, 1 oyning ichida ham kontent olmaysiz. Olib yurgan odam zamorочка qilishi mumkin. Например, Munir opa olib yuribdi komanda bilan, bular uchun normalniy. Siz ham lekin iPhone ga olasiz boshida. Avatarni ishlayotganligi, birga bir chiqarib berishini ko'rib insight bo'lish kerak-da sizda. O'zi odamlarda wow shunda bo'ladi. O'shani qilgandan keyin уже zamorочка qilaverasizda. Shanbagacha sizga o'z vazifa bo'ladi. Hozir tushuntiramiz qanaqa avatar yozib qilishni. Keyin videoni tashlab beramiz. Shu muhim vazifa shu avatarni yaratib, iloji boricha bir emas, 2 ta oзвучка berib qilib ko'rish. Avatar qaranglar, avatar nimaning asosida gapiradi? Sizlar unga audio berasizlar, audioni просто diktofonga olasizlar-da, berasizlar. Muhim narsasi bor. Videoda qanaqa gapirgan bo'lsangiz tezlikda, audioda ham shunaqa gapirshingiz kerak. Просто odatda boshida qanaqa bo'ladi? Odam endi turib gapirmayotgandan keyin o'tirib audio yozasizlar-ku, tez gapirib qo'yasizlar-da. Tez gapirib qo'yib yo'da videoga ulasangizlar, lab moslanmay qoladi-da. Masalan, Davron akada shu muammo. Videoda vроде tez gapiryapti, lekin audioda undan ham tez gapirgan, как будто labi aniq qilib qo'ygan-da, ulamay qo'ygan. Bu yerda ham temp qanaqa bo'lsa, bu yerda ham temp shunaqa bo'lishi kerak. В целом, ko'p narsani o'ylamasdan, просто 2 minutlik videoni olasizlar. Hozir Aziz ko'rsatib beradi, qatga kirib, nimani загрузка qilish kerak. Загрузка qilasizlar.
audio yozib berasizlar, u sizga sklit qilib beradi, bo'ldi. Ja qiyin ish yo'q o'tdi. Hozir shuni ko'rsatib beramiz sizga. Iloji bo'lsa, shu avatarga video olayotganda sifatliroq ovoz ham yaxshiroq bo'lsa, bonus yaxshiroq bo'ladi. Avatar yaxshiroq chiqadi. Ovoz iPhone ga olganda ham iloji bo'lsa nima deydi, yaxshiroq yaqinroq joyga qo'yib, balandroq gapirib bersa, mikrofonsiz bo'ladi telefonga olinganda. O'shanda shu balandroq gapirib, so'zlarni dona chiqarib bersa, labni ham nima deydi, qimalatishiga, işte azushkangiz bilan bir xil chiqishga yordam beradi-da. O'sha narsa. Mikrofon ishlatsa ham bo'ladi. O'z mikrofon ishlatganingiz yaxshi. Ya'ni zo'r вообще, вообще zo'r. Endi mabodo bo'lmasa, hozir bizga birinchi maqsadimiz prosta harakat qilib ko'rish-ku. Harakat qilish uchun amalda mikrofon bo'lmasligi mumkin. Shunaqa holat. Adashmovchiliklar bo'ladimi? Avatar yaratib berganda. Da, bo'ladi. Hozir uni aytaman. Jarayonda aytaman hammasini. Limitdan ketaveradi. Qarang, oldin qilaylik. Keyin darsda ko'ramiz savollarni. Da. Qarang, Xeygenga kiramiz. Mana, bunaqasi. Tashaverasiz bunaqaga? Tashaveramiz. Yo'q, siz kirmaysizlar, prosta ko'rsatmoqchimiz. Mana kirdik. Kirish kerak emas, hamma mana shu ekranga qarasin. Mana qiling, command plus bosib qo'ying. Yaqinlashtirishmi? Ko'ryapti-da? Da. Boshida kirganda примерно shunaqa interfays bo'ladi. Bizga kerak, buni o'z ichida juda ko'p ma'lumotlar bor, juda ko'p funksiyalari bor. Kundan kunga yangi chiqib yotibdi. Biz uspet qilmayapmiz. To'g'risi, biz основной ishlatadiganlarimizni ko'rsataman. Hozir mana kirganimizdan keyin примерно shunaqa interfays bo'ladi. Bizga mana hozir sizlarning holatlaringni qanaqa birinchi yaratishni ko'rsatamizmi? Da, sразу yaratishni ko'rsataylik. Mana kirdik. Tasavvur qilamiz, o'zi syomka qildik. Syomka qilganimizdan keyin u jarayonni stop bosib yuboring. Mana shu joyni отдельно berasizlar. Xeygenga kirdik. Xeygenga kirdik. Примерно shunaqa interfays. Tasavvur qilamiz, o'sha avatar oldik, 2 minutlik video qildik, Yusuf yuqorida aytgan anaqada shablon bo'yicha oldik, bunga yuklandi. U jarayonni tashlab beramiz, to'g'rimi? Tashlab beramiz. Hozir biz endi chista anaqa nima deydi? Videoni qudratingiz qilishni shunaqa, chista texnik qanaqa qilishni ko'rsataman. Kirganimizdan keyin mana avatar bo'limi bor, chapda. Bizga kerak bo'ladi avatar bo'limi. Avatar create emas, avatar bo'limi. Mana har xili bor. Bu yerda avatar bo'limiga o'tamiz. O'tganimizdan keyin bizga kerakli mana. Bizda hozir siznikida ko'rsatamiz, Bizda endi bir nechtadir avatar bo'lgani uchun har xillari bor. Bunaqa ko'rsatadi. Sizda sразу chiqadi, avatar yarataylik deb chiqadi o'zi. Mana bu yerda bo'ladi, примерно bo'ladi. Kiramiz. Kirganimizdan keyin bizga o'zimizga kerak bo'ladigan har xil mana rakurslar, har xil naqalar bor. Videolarimiz bor. Qaysini qilmoqchi bo'lsak. Misol uchun mana shunaqa. Hozir davaychi yangisini yaratishni o'rgatamiz hozir. Yangini? Bular shuni yaratadi qoldi. Bo'ldi, понятно bo'lsa. Xo'sh, mana tasavvur qilamiz, avatarga shu bo'limga kirganimizdan keyin mana bu yerda shu create bo'ladi. Qolganlari bo'lmaydi sizlarda. Create menyuni bosamiz. Bosganimizdan keyin bizning ikkita chiqadi. Variant chiqadi. Bizga haqiqiy odamni klon qilish varianti kerak bo'ladi. Mana chapdagi bosamiz. Bosganimizdan keyin mana telefonda или kompyuterning orqasida, kamerasida biza yuzimizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. O'zi вообще-то bu hozir nima uchun kerak? Prosta tasdiqlash, verifikatsiya jarayoni. Mana haqiqiy odam, misol uchun hozir bu xavfsizlik nuqtai nazaridan kerak. Mana sizni avataringizdan kimdir foydalanmasligi uchun. Siz hozir videoni yoqib tasdiqlab berasiz. Men roziman. 15 sekundlik video bo'ladi. Примерно men roziman. Или o'zining shifrovoy kodi bo'ladi. Misol uchun Xeygen 107.8 X misol uchun. Hozir ko'ramiz uni qanaqa bo'lishini. O'shani tasdiqlab beramiz. Xeygen ko'rib bu narsani, haqiqiy real insonligimizni ko'rib, keyin tasdiqlab, keyingi bosqichga o'tkazadi. То есть sizlarda qo'rqmasliklaringiz kerak. Sizlarni video bilan hech kim yarata olmaydi. Bu yerda tasdiqlashning ham ikki varianti bor. Prям planshet notebookning oldida o'tirib, hozir tekst chiqadi yoki mana bu yerda ekspertlar bor, boshqa ekspertlarnikini qiladigan. Ikkinchi variant bor, record via phone degani. U qanaqa? Ekspertlaringizga QR kod yuborasizda, ekspertlaringiz QR kodni ochadi, keyin oldida tekst chiqadi. O'sha tekstni o'qib beradi, все. Tasdiqlanadi. Masofaviy, misol uchun chetda bo'lsa ham, biz kimniki shunaqa qilganmiz? Husan akanikini shunaqa qildik. Isayevnikini vроде shunaqa qilgandik. Ko'pchiliklar hozir shunaqa qilyapmiz, chunki hozir o'tirib, nima qilib o'tirish kerak emas. Давайте bitta via webcam qilaylik. I'm ready. Okay. Mana yozamiz deymiz. Mana bu ko'rsatyapti qanaqa примерно bo'lish kerakligini. Start recordingni bosganimizdan keyin примерно mana shunaqa bo'ladi.
o'zimizga to'g'rilab olamiz, qanaqa qulay bo'lsa. И I'm ready ni bosamiz. Start recording. Mana qaranglar. Tekst beryapti. Mana shu tekstni просто o'qib berish kerak. Da. Yuqorida turgan tekstni o'qib beraman. Hey there, I'm speaking with lots of energy while staying natural and confident. This helps Heijian capture my voice, my expressions and my motion. So my avatar can behave just like me in any video. For safety purpose, my unique code is 65. Aytib bo'lgandan keyin don deymiz. Qaranglar, bir paytlari kimdirda просто 65 deb son chiqaradi, shuni o'qib berish kerak. Da, har xil bo'ladi. Kimdirda mana shunaqa tekst chiqarib beradi-da, katta. Farqi yo'q. Mana yozamiz, create'ga bosamiz. Keyin create'ga bosgandan keyin bizda qanaqa jarayon chiqadi? Anaqa. Videoni загрузка qilish kerak. Sizlar oldin yozgan. Da, hozir unaqa qiladi. Da, mana. Mana qaranglar, bu yangi funksiya. Oldin bu narsa yo'q edi. Yangi voice yaratamizmi qandaydir yoki mana shu videodagi ovozni olamizmi deydi. Bizga примерно kerak emas o'zimiz. Bizga kerak emas, mana shu borni ishlat deysimiz. Yangi voice-ga qanaqadir obrazes tashladimi? O'zingizning ovoz yaxshiroq chiqqan ovozingizni tashlasangiz bo'ladi-da. Bu yerda sразу anaqa qilar ekan. Da, shunaqaga varianti. Da, unaqaga o'tamiz hozir biz. Mana примерно chiqdi. Biz o'zimizga qulay variantini ko'rsataman. Avatarga qaytamiz. Mana avatarga qaytamiz. Avatarga qaytganimizdan keyin mana ko'rib turganingizdek, mana avatar o'zi всё yaratildi menda. Jarayonda hozir. Qaranglar, bu sizlarni anaqadan просто qildi. Bu tasdiqlash uchun edi. Endi hozir avatar yaratamiz. Oldin qanaqa edi o'zi? Boshqacha edi, o'zgaribdi yana. Da. Endi hozir men videoni загрузка qilib o'rgatamiz sizga. Hozir bu nima qilyapti? Bu meni hozir yozgan videomni o'zini bazasiga xuddi mimikalarimni shunaqa narsalarni kirityapti. O'shani kiritib bo'lgandan keyin, hazm qilib bo'lgandan keyin bu asosida video yaratsak bo'ladi. Lekin bu video qisqacha bu narsasiga o'rgana olmaydi. Uni chopamiz. Hozir endi keyingi etapga o'tamiz. Oldin qanaqa qilardi? Faqat tasdiqlash uchun alohida olardi, bu yoqqa o'tkazmas edi. Mana bu joy qismiga. Biz alohida boshqatdan video qilardik. Endi bu qanaqadir bonus qilganda qo'shimcha sifatida ishlatsa bo'ladi buni ham. Biz buni ishlatmaymiz, chunki sifat biz havolaganday yaxshi emas. Adlook. Menda yo'q bunaqa video. Yo'q, hop, просто ko'rsataylik, upload lookga kiring. Mana qaranglar. Adlookga kiramiz, upload look deb bosamiz. Bu yerga mana tagida yozib qo'yibdi, qanaqa sifatda bo'lishi kerak, nima bo'lishi kerak. Tepada qaranglar. Kompyuterdan fayl tashlasangiz bo'ladi yoki diskdan tashlasangiz bo'ladi. Bu yerga kirib, mana kompyuterdan tanlab tashlaysizlar videoni. Xohlasangizlar anaqadan Google diskga yuklab tashlasa bo'ladi. Biz odatda faylni beramiz. Keyin next ni bosasizlar, bo'ldi. Yaratildi. To есть sizlarda endi mana manikiga o'xshab, mana manikida bir nechadir avatarlar bor. Mana yaqindan studiyaga borib har xilisini oldik. Bu mana bu modellarim 24 ga 7 ishlaydi, ovqat yemaydi, xolagancha ishlatsa bo'ladi. Bittasini qo'yib ko'rsatamiz, har xil tilda gapirishini. Hozir anaqa, bittasi bilan endi qanaqa qilib video yaratamiz. Video yaratish uchun yo'g'ini aytib bering. Qaranglar, hozir mana biz adlook qildik, yukladik o'zimiz faylimizni. Xuddi shunaqa ozroq vaqt oladi. U keyin bizning avatarimiz o'rganib, o'sha yuqorida aytganda qo'pol bo'lsa ham hazm qilib olishiga. 10 minut ketadi odatda. Odatda. 10-15 minut ketadi загрузкasiga. Keyin загрузка qilgandan keyin avatarlarning ichida sizning avataringiz chiqadi. Uni ichiga kiramiz. Kiring endi shu avatarning ichiga. Video yaratish uchun mana tayyor bo'ldi. Avatarimiz mana o'sha aytgandek hazm qilib bo'lgandan keyin avatarning ichiga kiramiz, use in videoni bosamiz. Bosganimizdan keyin bu scene by scene chiqadi. O'shani bosamiz. Keyin bizda studiya ochiladi, Heigen studiyasi. Heigen studiyasida ham ko'p narsa qilsa bo'ladi, lekin bizga hammasi kerak emas. Bu yerda biz nima qilamiz? Chapga o'tamizda ovoz qo'shamiz, upload audioga kiramiz. Hozir qisqacha bu haqida gapirib bering. Kerak emasmi? Upload audioga kiramiz. Upload audioga mana shu Reels'ni yozisizlar-ku, Reels'ni просто oзвучка qilib berishingiz kerak. O'sha audioni upload fayl qilamizda, например, bittasini загрузка qiling. Mana ssenariy yozdik, ssenariy yuqorida ko'rsatilgan texnika ssenariy yozdik, keyin oзвучка qilamiz, avatarimizdan keyin oзвучка qilamizda, bu yerga yuklaymiz. Upload qilamizda, upload qilib, любой o'sha audiomizni tanlaymiz, tanlaganimizdan keyin
где-то bir 30-40 sekund bu xuddi yana anaqa qiladi. Hayganga yuklab olish kerak bo'ladi azvuchkani. Azvuchka yuklaganimizdan keyin primera mana shunaqa chiqadi. Keyin bosamiz. Bosganimizdan keyin mana shu qismida обязательно qarash e'tiborli bo'lishimiz kerak imminni shu joyiga. Mana bu voice mirroring yoniq turishi kerak обязательно. Bu nimaga kerak? O'sha ovoz bilan labni bir-biriga maksimal nima deydi? Moslashtirib beradigan funksiya. Yoqqanimizda add audio qilamiz. Add audio qilganimizdan keyin mana chap tarafda transcribing ketyapti. Hozir audioni eshitib, tekstini chiqarib beradi ichidagini. Qaranglar. Men necha marta o'rgatganman. Har doim bir xato. Odamlar tekstni oladida, mana chapga tashab qo'yadi. Tekstni olib, uni asosida reels qilsangiz, sizni tekstingizni o'zi azuvchi qilib beradi. Bu xunuk chiqadi. Keyin odam o'ylaydi, xiyga ishlamaydi deb. Biz tekst asosida qilmaymiz. Agar, например, inglizcha, ruscha gaplashtirmoqchi bo'lsak, zo'r qilib beradi. Lekin bizda o'zbekchada zo'r gapirmaydi. Shuning uchun biz audio yuklaymiz. E'tiborli bo'linglar. Hozircha bu ham o'zbekcha xudo xolasa yaxshilanyapti ancha. Audioni yuklaymiz. Audioni mana shunaqa chiqarib beradi. Chiqarib bergandan keyin bo'ldi. Mana audio yuklandi, videomiz bor. Mana qaranglar, примерно mana shunaqa chapda transkribatsiya qilgandan keyin generate qilsa bo'ladi. Undan oldin shtoba bo'ladi, savol tug'ilishi mumkin. Audioni yukladim, nimaga generate bo'lmayapti, yaratib bo'lmayapti. Hozirroq uni tushunib olish kerak bo'ladi. Tekst mana bunaqa transcribing qilib olish kerak bo'ladi. Tekstni chiqarib olish kerak bo'ladi. Keyin bizga kerak bo'ladigan narsa o'ng tarafda ikkita muhim narsa bor bizga. Ikkita. Mana bu ovozlar. Mana ovoz hozir bizada Yusufbayni har xil ovozlari bor. Mana misol uchun eshitib ko'ring. Qarang, bularda bo'lmaydi aziz. Hozir keyingi etapda o'tamiz. Qiyinlashtiradi bular. Nazar. Prosta bu yog'iga generate ni bosamiz. Mana az aytgan muhim narsa bor. Sizlar mana srazu kirib, mana audio yuklandi-ku. Mana o'tga bossam srazu mana anaqa moslab ko'rsatdi deb o'ylaysizlar. Unaqa emas. Audio berib, mana videoni berdik-ku. Faqat generate qilgandan keyin u sizlarni moslab video yaratib beradi. Undan oldin sizga prosta ko'rsatib bermaydi. Da. Prosta ovozini eshitib ko'rish mumkin. Keyin masalan generate ga bossak, hozir tushuntiraman. Generate ga bossak, o'tga nom yozinglar обязательно. Keyinchalik bo'lmasa bardak bo'lib ketadi. Например, sizda 1080 chiqadi. Bizda endi polniy akkaunt bo'lgani uchun 4K beradi. Iloji boricha maksimal sifatda qilish kerak. Chunki videoni botdan olib montajga tashlaysizlar 2K ga tushadi. Bu montajda yana qilsangizlar 1K ga tushib qoladi. Fayda iloji boricha hamma joyda maksimal sifatda chiqarish kerak. Keyin import mana bu yerda submit qilamiz. Mana avatar 5 tor farqi yo'q. Avatar 5 ta qilsangizlar ham bo'ladi, 4 ta qilsangizlar ham bo'ladi. To'g'rimi? Hozir o'zgartiryapti. O'zgartirgan. Qisqasi hozir e'tiborsiz mana shu narsa. Mana hozir yuklagan примерно anaqa generate ni bosganimizdan keyin plus minus 15 minutlarda tayyor bo'ladi. Yusufbay aytgandek avatar hozir 3 xil zada avatar bor. Bunaqasi generate pokoleniyasi, uchinchisi 4-5. Uchinchisi bu mana bu $30 podpiskada bor. 4-inchisi bilan 5-inchisi bu o'zi qimmatroq versiyada bor. Farqi nimada desa, farqi 5-inchisi bilan 4-inchisida mana Husan akani ko'rsatdi-ku yuqorida, yonda olingan rakursda ham chapga qarab beryapti. Qisqasi yuzni o'zi mana qilib 5-avloddagi anaqasi nima deydi? Harakatlar ko'proq beradi. O'xshatib beradi. Maksimal haqiqiy odamga yondan qaraganda ham o'xshatib beradi, kallalar bilan qimlatib beradi. Shunaqa. То есть yangi AI ni versiyasi mana bu til modellarda bor-ku, Gemini'da shunaqa bo'tda ham bor. Eng oxirgisini ishlatsangizlar yaxshiroq qilib beradi. Lekin degan joy bor. Oxirgi versiyasiga sizga ko'p token bermaydi, ограниченный token beradi tam. 5 ta, 10 ta videoga. Lekin u degani 10 minut beradi, 10 minut. 10 minut beradi, 10 minut degani mana 20 ta reels deylik. 30 sekundda. Uni qilmasak o'xshamaydi deganim yo'q. O'xshaydi. Prosta u yaxshiroq qiladi. Buni ham biz tushunamiz, mayda detallarni. Mana bu avatar 3 ham biz как бы yanvargacha avatar 3 faqat ishlatardik. Yo'q, mana hozir siz ko'rsatgan VSL avatar 3 ta qilingan. Avatar 3. Avatar 3 biza mana bu hamma reels qilingan. Mana bu hamma reelslar avatar 3 ta qilingan, hammasi. Mana o'zi avatar 3 yozilgan mana, ko'rsanglar. Tegida avatar 3. Ha, avatar 3 spokойно yetadi. Ha, shunaqa. Qisqasi endi boshlaganda prosta boshlash uchun avatar 3 ham yetadi. Avatar 3 ham endi prям ko'proq mana his qilib
unaqa nima deydi, yaxshiroq, sifatliroq kontent xohlaganda, пожалуйста, avatar 5. Atak 3 ni o'zi ham yetadi. Mana biz qilganimiz asosiy o'zi 60%, 70% avatar 3 ta qilamiz. Buni videosi mana darslikda bo'ladi. Просто birma-bir ko'rib kelasizlar. Qiyin narsa emas. Zamarochka qilib, zo'r svet bo'lishi kerak, salonga borib kelishim kerak deb qizlar eshitdinglar. Boshqa qilishim kerak degan narsa yo'q. Uyga bor deysizlar, kamera yo'q deysizlar, anaqada qo'y deysizlar, shtativda bo'ldi, ol deysizlar. Hozir sizlarda anaqa har doim gap bor. Первую кровь нужно почувствовать, birinchi qon chiqarib, meni qo'limdan kelar ekan, anaqa zo'r ishlaydigan degan narsani olish kerak. Tak, avatar bo'yicha qanaqa savollar bor? O'sha anaqa galosha tashladi, shartlarga. Aha. Galosha tashlagandan keyin o'z ichida yaxshi qasd o'tadi. Uni notebooklarga olib, pnevmatikasi to'g'rilab beradi. Yo'q, uni tegmaysiz. Qarang, vodga audioni tashiysiz, просто transkripsiya qilib beradi, yo'q, ish asosiyasiga tegmaymiz, to'g'rilamaymiz. Keyin bu yoqqa o'tamiz faqat. Avatar faqat qanaqadir fiksirованный pozitsiyada bo'lishi kerakmi yoki yurayotgan holatda ham avatar qilsa bo'ladimi? Yurayotgan holatda ham qilsa bo'ladi. Qarang, faqat og'zingiz bir положение joyda bo'lishi kerak-da. То есть, bu bilan nima demoqchiman? Kamera mana siz bilan yurib kelishi kerak. Videoni boshidan oxirigacha. Misol uchun, dinamik kontent bo'lsa, qayerdadir o'tirib, qayerdadir turib, ssenariyni gapirib bersangiz, uning uchun yo'q, qarang, u agar siz o'tirib, turib, yana boshqa qilib qilmoqchi bo'lsangiz, siz o'tirib turgan bilan отдельный avatar yaratasiz, yurgan bilan отдельный avatar yaratasiz. 2 sekund, 3 sekund qilib yaratib olsa bo'ladi. O'sha yo'q, 1 minutdan yaratib beradi. Sen keyin montajda kesib yuborasiz. Biroz Sardor aka boshqacha savol berdi deb o'ylayman. Yurayotganda ko'chada avatar olsa bo'ladi, ishlaydi. Izisini aytgandek, просто og'zingiz kamerada ko'rinib turishingiz kerak. Chunki ozgina mana bunaqa tushmay qolsa, все уже. Yaxshi qilib bermaydi. Tak, qaranglar. Bu bo'yicha ham savollar aniq bo'ladi, ko'p bo'ladi. Sizlar bilan shanba kuni har xil soha uchun prям noldan ekspert yaratib, avatar yaratib, kontent tuzamiz, komandalarga bo'linib. Shu uchun bu narsalarni cho'tki tushunib kelishingiz kerak bo'ladi. Shanba kuni xudo xolasa 3-4 ta qilganni podpiskasini o'ynayman. O'shaning uchun yaxshilab tayyorgarlik qilib, tushunib kelinglar. Keyin Azizga katta rahmat. Qaranglar, o'zi bizda komandada Azizjon полностью avatarlar, mana shu narsalar uchun javob beradi. Jasur ham даже bir joylarda bilmaydi ko'p joyini, chunki Aziz o'z qo'li bilan qiladi. Nega Jasur aytdi avatarni отдельный odam bo'lsin deb, bu narsa ham ko'p vaqt olib qo'yadi. Katta ob'emda qilsangizlar. Bizda ham kuniga 10-15 ta video bo'lib ketadi avatar bilan. Поэтому bir qaranglar, boshida o'zingiz qilinglar aniq, chunki sizlar qilishni o'rganishingiz kerak. Keyinchalik kimdirga o'rgatib qo'yasizlar, bu narsa qiyin emas вообще. И bu yerda yana nima bor? Sizlar test uchun mana bu yerda translate degan funksiya bor. Firuzaga kerak masalan. Translate ga kiramiz. Video dubbing degan joy bor. Bu nima qiladi desangizlar, videolaringizni перевод qilib beradi. Любой tilga сразу. Bu yerga video tashiymiz. Masalan, Husan akani tashiyman. Videosi bor 40 sekundlik. Qanaqa qilinadi? Speed ga emas, mana bu maksimalniga qo'yamiz. Precision 2 cost. Keyin mana bu yerda advanced ga qo'yamiz. И til topamiz. Qaysi tilda qildiramiz? Давайте arabskiyda gaplashamiz. Yoki ruscha qilamizmi? Arabcha. O'zi перевод qiladi. Bu yerda bo'ldi. Tak, сейчас. Bu qaranglar, source language ga qaysi tilda gapirayotganlarni tanlaysiz. Давайте bu yerda ruschada, inglizcha tanlaylik. Hamma tushunadigan English. Qaranglar, bu yerda даже aksentlar ham bor. Qaysi aksentda qilib bersin? Chingiz? Hindcha? Biron yuzidan tim bo'li. Bu yerda eng muhimi, bu yerda hech qanaqa подтверждение boshqa kerak emas. Просто sizga o'sha videoni o'sha o'zidan ovozi bilan перевод qilib beradi. Keyin translate ga bosamiz. Mana qaranglar. Precision 2, advanced. Bu yerda qaysi tilga o'zgartirmoqchisizlar? Bu yerda qaysi tilda gapiryapti? И translate. Translate ga bosamiz. Mana ketdi. Chap tomonda ko'rsatyapti, qilishni boshladi. Bu yerda select from. Bu yerda 30 minutni beradi.
Mana anaqanikini ko'rsataman sizlarga. Alisher akanikini arabcha. عندي حلم كبير أخشى إن قلت أن يكون رياء لكن لدينا ألم جميعنا نتشارك هذا الألم الكثير من مواطنينا يعملون في أعمال شاقة في الخارج حلمي هو ألا يذهب أي شخص yoki originalim yani Türkçe. Benim büyük bir hayalim var. Söylersem riya olmasından korkuyorum ama bir acımız var. Hepimizin bir acısı var. Pek çok vatandaşımız yabancı ülke. Nimaga? Dinamishning boshqa kadrlarini ham o'zi qilib bergan Xeyga. Yo'q, bu men tayyor reelsni olib, prosta period qilib berdiganman. O'shaning uchun qilib bergan. Zo'r tushgan, ovozini anaqa Epson orqali eshityapsiz. O'zini anaqada ko'rsangiz kompyuterda normal chiqqan. Bu narsani qaranglar. Nimaga ishlatsangiz bo'ladi? Например, mana Mahmudjonda anaqasi bor. O'zini eksperti bor, boshqa tilda qilishni xohlaydi. Mana Isayevda ham 9 ta reelsi bor. 9 ta reelsni 0 dan montaj qilib chiqaman desa, daqiqa vaqt ketadi. Prosta ana bunga berasizlar, period qilib beradi. Sizlar endi yangi bozorlarni test qilish uchun zo'r imkoniyat. Bemalol chiqsa bo'ladi, любой tilda. Endi biza ichkaridagi narsani aytib beraman. Hozir biz yaqinda bitta proyekt bilan ishlashni boshladik. Niderlandlardan tushunish uchun u odam Niderlandiyada ana qurilish bilan zamoat qiladi, podkurish remont qilib beradi. Til bilmaydi вообще. Bizaga chiqyapti, bizaga deydi, avatar orqali turkcha, niderlandcha gapirtirib bering deyapti, gollandskiy tilda. Biz hozir ularning reelslarini golland bilan turk tilida qilib beryapmiz, shaxsiy brend yuritib. Lekin o'zi вообще bilmaydi. Nimaga? U yoqdan klient tortmoqchi, целевой klienti bor. Поэтому u o'zbek tilida gapirib beradi bizaga. Yo, даже gapirmaydi ham. Ruschadan o'zbekcha. Ingliz tilida ekspert, rus tilida ekspert, buni biz o'zbek tiliga anaqasi bo'ladi. Bunda bormi? Yo, o'zbek tiliga bo'lmaydi. O'zbek tilida yaxshi gapirmaydi. O'zbekchadan любойga chiqsa bo'ladi. Masalan, men shu akani holatida biz nima qilmoqchimiz? Oзвучкani o'zlarimiz qilamiz, chunki u odam vaqti yo'q. O'zimiz period qilib, mana shunaqa qilib, как yurizamiz. То есть endi sizlar международный odamsizlar, любой tilda chiqsa bo'ladi, faqatgina anaqa masshtab мышления yetsa bo'ldi shu narsaga. Hozir qo'shimcha qilaman. Biz hozir konkret o'zbek tili bo'yicha qilgan bilan переговорlar qilyapman. Balki qanaqadir yaxshi taraf o'zgarib qoladi. Chunki eng tomoni men biladiganim bizda xitoy bo'lmishdan degan Misol hozir qiziqda mana O'zbekistonga ko'proq yaqinroq anaqa auditoriya bu Qirg'iziston, Qozog'iston, SNG bo'yichada o'sha ko'proq SNGga period qiladigan imkoniyatlar bo'lsa, mana shunday bo'lardi. Chunki anaqada inglizdan ko'ra qirg'iz sotib olishi yoki qozoq sotib olishi ehtimol balandroqda. Qaysidir kurslarda yoki bozor kichkinada. Anuvchi yana bitta savol bo'ldi. Hozir biz o'zimizni planировать qildik, lekin hozir internet chiqib ketdi-da. Michael Jacksonda yoki boshqa narsa u. Bu Xeygenda qilinmaydi. Uni ham keyinchalik ko'rishim mumkin. No, u o'yinchoq. Sizga kerak narsa emas. O'yinchoq narsa, uni praktik примененияsi yo'q. Endi videoni huk qilib uchirish uchun zo'r. Tez qilinadi. Keyingi darsda xudo xohlasa ko'rsataman. Qiyin narsa emas. Lekin Xeygenda qilinmaydi. Xeygen real praktik как bu narsa zo'r ishlaydigan. Men qaranglar, bitta narsa aytaman. Xeygenning podpiskasini sotib olmanglar. Men keyingi safar massaga harakat qilaman. Xeygendan skidka probit qilishga. Men ularning ambassadoriman. O'zim havola beraman. O'sha orqali registratsiya qilib kirsangizlar, anaqa bo'ladi. Ha? anaqa savol bersam. Hixfieldmi? Hixfieldda video yaratish uchun. Bu avatari uchun. Bu chista avatar, Tak, bitta-bittadan savol beringlar. Bu faqat avatar yaratish. Bu faqat avatar yaratish uchun. Hozir content zavod deganda biz bu yerdan yaratilayotgan anaqalarni scenalarni olib, boshqa joyda montaj qilishimiz kerak. Da, montaj qilib, o'zi qaranglar, men hozir ko'rsataman, Submagic. U o'zi sizga montaj qilib beradi, lekin montaji ja zo'r emas. Undan yaxshiroq qilsa bo'ladi. Tak, hozir men o'zimnikiga o'tkazay endi. Da, captions degan ilova bor. Captionsda ham yaxshi montaj qiladi, qilib ko'rsangizlar. O'zi qaranglar. Montaj degan narsa anaqada. Пока что ideal как бы narsa yo'q. Kesish emas, kesishni hozir AI qilib beryapti. Mana hozir ko'rsataman sizlarga Submagicni. Submagicga kiramiz. Submagic endi bizga nimaga kerak? Men aytayapman-ku, unikal kontentni Xeygenda yaratdingizlar, lekin mana aytayotgan gapim, xo'p Yusufboy, qanday qilib 60 ta, 100 ta video qilamiz deysizlar-ku? Bu narsani mana Submagic orqali qilamiz. Submagic nima qilib beradi desangizlar,
bunga kiramiz. Sizda agar YouTube video bo'lgan bo'lsa, YouTube videoni загрузкаga beramiz. Bitta YouTube videoni bu sizlarga 30-40 ta videoga o'zi kesib beradi, ma'nosini tushungan holatda. Juda ham oson ishlash. Shu avatardagidek YouTube havolasini beramiz yoki faylni o'zini berasizlar. Oladida, где-то bir yarim soat ichida bo'lib beradi YouTube videoni. Agar aytsangiz, menda YouTube video yo'q, xo'p, o'mid o'tirib qandaydir temaga gapiringlar. O'sha temani olib, ichida mana 10 minutlik bo'lsa, bir 5 ta 6 ta reel chiqarib beradi. Bu ilovani imkoniyati nimada deysizlar? Men shu 1 soat 20 minutlik videoni kesishim uchun o'zim daqiqalarni va montajyorga berishim uchun 3 soatim ketgan. Bu ilova shu 40 ta reels, 36 ta video bergan bo'lsa, meniki bilan birga bir qilgan. Ma'noni tushunib, hammasini olib, bu videolarni ma'nosini tushunib o'zi kesib beradi eng qiziqarli ssenalarga. Даже mana ko'rib turgan bo'lsangiz ham o'tda qanchalik huk kuchli, qancha kuchli emas deb ko'rsatib beradi hozir mana. Mana o'tda ko'rsatyapti. Huk kuchligi qancha odam share qiladi, tepadan pastga kuchliligi bo'yicha tushirib ketgan. Bu yerda men aytgandek, hamma videoni bermaydi. Anaqa, hamma video zo'r emas. Lekin 36 ta videodan biz hisoblab chiqdik, 20 ta video beradi. Lekin bu zo'r. Nega? Например, Firuz akaning holatida YouTube videolari yetarlicha, hammasini berib chiqsa, bir oyga bir 200 ta 300 ta video chiqadi. Tushunishingiz uchun Davron Turdiyevlar mana shunaqa kesish uchun kamida $1000 oyiga ketkazardilar. Hozir buni AI qilib beryapti to'lig'ini. Sizning vazifangiz endi bu yog'iga har hafta 2 ta 3 ta YouTube yozib, mana shunaqa berasizlar, kesib beradi. Keyin uni oyiga bir $100-200 montajyor olib qo'yasizlar, uni subtitr qo'shib chiqarib yurasizlar. То есть bu narsani fan account yoki отдельный account ochib qo'yasizlar, объемda kontent chiqarish uchun. Chunki odamlar qanchasini ko'p ko'rsa, qancha ko'p share bo'lsangiz, shunchalik anaqa mashhurligingiz oshadi. Menda hozir qanaqa strategiya bo'lyapti? Mana bu yoqda tushuntirib bering. Menda o'zi bu yog'iga qaranglar. O'zimdagi qilmoqchi bo'lgan strategiya, buni o'zi Gary Vaynerchuk qilgan. Muslim, svetni yoqib oling. Ekranni o'chirib tursangiz bo'ladi. Bu shunchaki kesib beradi. Oldin kesish uchun ham отдельный komanda, assistentlar qilardi, dafiga vaqt ketadi, keyin hukuni yaxshi kesa olmaydi, keyin uxlab qoladi, qorni och bo'ladi, ish qilib, birovni sevib qoladi, telefonga chalg'iydi. Qarang, qaranglar, menda hozir qanaqa? O'zi Gary Vaynerchuk degan bor. YouTube'da, Instagram'da marketing bo'yicha kuchli odam. U qanaqa qiladi? Mana u faqat YouTube video yozadi, har xil formatda. Просто qaranglar, men o'zim Instagram bo'yicha endi ekspert bo'lib turib, Instagramdan chiqyapman, chunki men Instagram uchun vaqt ketkazasam вообще yo'q. Chunki men YouTube'ga ko'proq vaqt ajratsam, YouTube'da maqsadli auditoriya, puli bor auditoriya, YouTube'dan foyda menga ko'proq, keyin Instagramga qaraganda. Lekin Instagram ham yurish kerak. Поэтому men nima qilaman? Uzun format kontent, например, 25 minut, 30 minut deylik, yozaman, vaqtimni haftasiga faqat mana shunga ketkazaman. Komandam nima qiladi endi? Bu videoni oladi, uni endi Instagram formatlarga bo'lib chiqadi. Mana shu Submagic orqali bu videolar kesiladi. Bu videolarni qaranglar. Bitta anaqa fan akkauntlarga o'tkazib chiqasizlar. Boshida 2 ta ochsangiz bo'ladi. Unikal akkaunt. Unikal bot fan deylik. Qaranglar, nima qilasizlar? Mana 30 ta reels kesib berdi-ku, da uni anaqa subtitr qo'shish kerak, ozgina joyini o'zgartirish kerak. Buni olasizlar-da, отдельный akkaunt ochib qo'yasizlar, faqat shunga загрузка qilasizlar. Sizning vazifangiz botga загрузка qilgan videolarni qaysi uchadi, qaysi uchmaydiganligini ko'rib chiqish. Uchgan videolarni keyin olasizlar, zo'r montajyorga berasizlar, zo'r montaj qilib beradi, asosiy akkauntga chiqarasizlar. Shunaqa formatda ishlasangizlar, to'g'ri aytaman, shaxsiy brend yuritish boshqasi hozir oyiga kamida $2000-3000 turadi, yaxshilari. Har doim расход. Mening maslahatim, agar siz hozir bozor YouTube'da ham вообще bo'sh, любой sohada, просто men sizlarga YouTube bo'yicha assistentlarni berdim, boshqalarni ham berdim. Sizlar o'z YouTube'ga zo'r kontent olishni o'rgansangizlar,
bu yoqqa komandangiz o'zi akkauntni yurgizib, mana shu bo'lib, bu yoqqa загрузка qiladigan bo'lsa, Instagram ham normalni yuradi. Просто Instagramdan zamolchka qilaman desangizlar, zamolchkasi juda ham ko'p. Mendan kimdir so'raydigan bo'lsa, Yusufboy, YouTube'da 1 million auditoriya bo'lgani yaxshimi, Instagramdan? YouTube'da, конечно. Lekin YouTube'da zo'r bo'ldingiz degani Instagramda ham zo'r bo'ladi degani emas. Chunki bu boshqacha format, bu boshqacha format. Qaranglar, nimasi zo'r? YouTube'dan oldingizlar, kesildi, avtomatik ravishda yukladingizlar, zo'r video uchyaptimi? Keyin shu videoni olasizlar, Gemini'ga bersangiz, Telegramga post yozib beradi. Telegramga ham post yuklaysizlar. Yoki mana bu yerdan sразу olsa bo'ladi. Mana bu yerga sразу notebook LM'ga beramiz. Tigi postlarni joylaymiz. Buni ham komandangiz qila oladi. Chunki bu videoni o'zidan bir 5 ta post chiqarsa bo'ladi. Postoyankada shunaqa ishlab turadi. Meni maslahatim, tadbirkorlar marketing, Instagram, YouTube sizlarga ishlash kerak. Siz ularga emas. Poytaxtda maksimal shunaqa jarayon tuzish kerak. Qaranglar, produkti bor odam produkti bilan ko'proq zanimatsiya qilsa, bu yoq yopilib ketadi. Bu yoqni shunaqa men o'zim uchun shunaqa produkt qilyapman, чтобы meni vaqtim kam ketsin. Mana shunaqa holatda hozir ko'rib turibman, vaqtim kam ketadi. Xudo xohlasa mana shu haftada men o'sha boshlayman, YouTube yozaman, bu yog'iga просто поддерживающий qilib YouTube'ga olib boradigan qilib qo'yaman. Bu strategiyani o'zi ko'rsangizlar bo'ladi. Gary Vee degan bor. Gary Vee topovoy marketolog Rossiyada, Amerikada. Amerika, Rossiya debman. Amerikada bu strategiya bo'yicha bir 15 yildan beri ishlab kelyapti. Faqat YouTube'ni bosadi, mayda kontentlar Instagram va boshqa joylarga yuklanadi. Shunaqa qilib ishlasangizlar, Instagramga ko'p vaqtingiz ketmaydi. Hammasi sistemni chiqadigan bo'ladi. Hamma yoqda sizni prisutsiyingiz bo'ladi. Endi uyga vazifa sizlarga qanaqa? Jamila, запиши домашнее задание. 10 ta reelsga ssenariy yozib, 10 ta reelsdan ikkitasini oзвучка qilib diktofonga yozasizlar. Keyin ikkitasiga отдельно bitta avatar yaratasizlar. Keyin shu ikkita reelsga reels avatar bilan bog'lab video qilasizlar. Bu 4 ta zadание. Keyin 5-zadание YouTube rolikingiz bo'lmasa yozasiz. Bo'lsa YouTube rolikni olib, Submagic orqali o'tkazib, bir 5-6 ta video qilishingiz kerak. Submagicda ham podpiskasi $40 turadi. Birinchi marta kirganingizda bepul beradi. Prosta olib, bir ikkita videoni olib, tayyorlab qilib ko'rishingiz kerak. O'sha jarayonni hammangiz qilishingiz kerak. Agar sizlar bu jarayonni qilsangizlar, всё, sizlarni miyalaringizda уже понятно. Unikal kontent qilish uchun nima qilish kerak? Avtomatik ravishda katta ob'yemda kontent qilish uchun nima qilish kerak? Faqatgina buni endi assistentmi, komandada kimdandir topib, o'rgatsangizlar, sistemni qanday chiqishni boshlaydi. Men bitta narsa aytaman, bu narsani bunaqa sistema bilan, AI avatarlar bilan bozorni toplari ham bilmaydi, ishonmaydi. Ito biza chiqib, Husan akaga tushuntirdik normalligini. Husan aka mana sayti birov bilan qilib ko'rgan, o'xshamagan. Bolalar endi chiqib qo'ygan. Bizdan tanishlar. Biza borib anaqa nutqini yetkizdik. To есть nimaga kerak bu? Husan akada o'zi endi ochiqchasi aytaman, muammo bor ekan, ovoz bilan ozgina anaqa уже aytayapti Yusufboy, men qarayapman. Men maqsadim men chiqishi kontentni yo'lga qo'yish. Biz mana shu narsani hozir yo'lga qo'yapmiz. Как bu muammo hal bo'lyapti. Bu narsani juda ham kam odam biladi. Lekin tadbirkorlar, bilgan tadbirkorlar sразу yopishib, chunki ular chiqishni xohlaydi, mashhur bo'lishni xohlaydi, vaqti yo'q. Vaqti yo'q joyda mana zo'r instrument, avatar. Qaranglar, yana bitta narsa aytib ketay, oзвучкani qilish. Boshida o'zingiz oзвучка qilib bir marta o'rganinglar. Keyinchalik yana yo'lni o'rgataman. Sizni o'rningizga kimdir oзвучка qilib berib, qanaqa yo'lga qo'yishni. No boshida o'zingiz sinab ko'rib, bu narsani o'tishingiz kerak. Sразу anaqa keyingi pog'onaga o'tib ketmaymiz. В целом uyga vazifa shunaqa. Kimda qanaqa savollar bor? Instagramda bitta Instagram bilan YouTube'da o'zi content makingda kim yutadi deymiz sizga? Davomiy uzoq muddatda ishlayotgan odam. 1 oy, 2 oy, 3 oy ishlagani hech nima emas. Sistemni davomiy ishlasangiz, faqatgina shunda yutasiz. Любой temada shunaqa. Jasurda moliyada ham shunaqa. 1 yil moliyaga tikkan odam emas, 10 yillab tikkan odam aniq yutadi. Bu yerda ham shu narsa. Поэтому hozir bitta reels chiqaraman, uchib ketaman emas. Sistemni. Lekin tez qilib, urovingda qilib, keyin to'xtab qo'yganlar
odatda bir joyi yorilib ketadi. O'shaning uchun to'xtab qoladi keyin. Qisqacha shunaqa. Hammaga rahmat. Savollar bo'lsa bersangizlar, javob beraman. So'rovnomamizni gruppaga tashlaymiz. To'ldirib olinglar.